icadımızma, erkin arif tekin akımızga layık edip bolmasıma, bizimki konuğumuz inşallah bunun dinkin, muşu yaşlarımızın var, erkin arif tekin akımızın ilgi edip, bu izcil halette samimi bu devam etmemiz için bir ilgi olsa inşallah. Assalamu alaikum. Aziz yurttaşlar, ben Germanya veya Almanya fukrası ve Almanya'da yaşayan bir adam bulup, sıfatıyla ben bu çetellerden bütün yurttaşlarımla hoş geldin deymen, hoş geldinler Germanya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ben şu okuyu milletlerin renklisinde bir insan ile hoşlanmasam benim ustazım Erkümet'tekimin topçusu bir bakar. 1993 yılı Amerika Radyosu'nun renklerden bizim prezident, Kazakistan prezidenti Nazarbayev uçuş geldiğinde birinci kedim tanıştım. Şundan bu yan bütünlüğü kandak yol yürüklese şunda ben esiniz var mı? 94'siz birinci gargı çakıranda 20 tanışırdım var. Hiç bilmez adamlar bu siyasette. Oturup ben kılaytsam oturun, kırşan, fikiriniz olsa ben dedi. Şunlar da yaşara topluluklu benim dedim. Bu ya Kazakistan'ın davası emez. Nerede oyunu altına sözler yapılır dedi. Ben şunu bir okuyayım ben. Şaksız benim bilekler, şaksız. Siyasetin şakşık yok ya onun bu okuma, uygulama siyaset, coğrafya siyaset tamamen okuyulmazken baş dilimde şu icra komitet 3 gün cereyan bu otururken 2 gün cereyanda her gün kal. Mesela şu bunun hazırki bunun keyifli kılıdıgan hareketlerin barlık yürüyüşleri, usulleri esli oturup koyuladı da bizi bir yerde yaş yigit lazım strateji alınacak yazılgan geç vardı o. Fakat böyle toluqlatmayış gerek. Hemen selametli milletimizge çok kum müstakil boluştu. Bu Allah yarabasın. Oldu, fırsat kivatıdı. En ben özgeçlerinde hemen olarak birlik, ittifaklık, tırışıp, kıtırpınıp vatan millet için güreşmiş. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة Dünya Uyghur Qurultayının qurğuç əzası ve Ali məsləhətçisi, Qazqistandakı elgi tonulğan milli ustazımız ve peşqədəm köreşçimiz, hərbi mütəxəssis, təşkilatçı ve tədqiqatçı Qahraman G'ojamberd əpəndim bolsa, özünün bütün barlığını Uyghur xalqının erkinligi, hörligi ve azadlıqıga atıgan harmas milli köreşçilerimizning biri bolup, u O'rta Osiyoning shuncha murakkab va xatarlik vaziyatiga, Xitoyning bevosita yoki vositaliq tahdidlarga,
Shundaqla intayin müşkül sharoitlarga qaramasdan o'zining ulug'vor g'oyasidan va sharaflik nishonidan aslo voz kechmay milliy mustaqillik kurashimiz uchun tinimsiz kurash qilib kelgan. Ustozimiz Qahramon G'o'janbardi 1945-yili 1-dekabrda Olmuti viloyatining Emgakchi Qozoq noyasining Qaynazar yezida dunyoga kelgan bo'lib, asli yurti Ili viloyatidan. U 1963-yili Qozog'istondagi Yangi-Shahar Qozoq o'rta maktabini, 1968-yili Toshkent Oliy qo'mondonlik harbiy maktabini, 1974-yili Kengash ittifoqi ofitserlarining oliy kursini, 1977-yili Sovet armiyasi bosh shtabining shtab ofitserlarining bilimini mukammallashtirish kursini, 1981-yili bo'lsa jamiyatshunoslik kasbini tamomlagan. Qahramon G'o'janbardi 1968 va 1990 yillar oralig'ida Sovet ittifoqi armiyasida turli vazifalarda bo'lgan va diviziya shtabining muavin qo'mondonligiga qadar yuksalgan. U 1991 va 1993 yillari Qozog'iston Fanlar akademiyasining Uyg'urshunoslik institutida ishlagan. 1992 yilidan tortib Uyg'urlarning Jumhuriyatlararo ittifoqining raisi, 1992 yili Istanbulda chaqirilgan tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy qurultayining hay'at a'zosi, 2004 yilida qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uchi a'zosi, muavin raisi bo'lib vazifa o'tagan bo'lib, hozir u Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi. Ustozimiz Qahramon G'o'janbardi o'zi ham bir ilmiy tadqiqotchi bo'lib, hozirga qadar uning Uyg'urlar va Sharq Turkiston haqidagi yuzlagan asarlari ruscha va boshqa tillarda nashr qilingan. Ustozimiz Uyg'urlar masalasini Rossiya va O'rta Osiyo xalqlariga anglatishda intayin muhim rol o'ynab kelgan atoqli milliy rahbarlarimizning biridan iborat. Bir davrning qahramoni va lideri, Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uchi raisi, G'arb dunyosida tunji bo'lib Uyg'ur tashkilotini qurib, Uyg'ur davosini boshlagan peshqadam kurashchimiz va milliy ustozimiz Erkin Alptekin apandim 1937-yili 12-oyning 3-kuni Lanjoda tug'ilgan. 1949-yili Kommunist Xitoy armiyasi Sharq Turkiston besib kirish harbisida dadisi Isa Yusuf Alptekin va Muhammad Imon Bug'ra apandilar bilan birga vatanni tark etib, Hindistonga hijrat qilgan. 1954-yili Turkiyaga yerlashgan. 1961-yildan 1970-yilgacha Turk havo yo'llarida xizmat qilgan va qo'shimcha Istanbulda Yuksak axborotchilik institutida axborot kasbida o'qib, Bizim Anadolu gazetining muxbiri bo'lib ishlagan. 1971-yildan 1995-yilgacha Ozodlik radiosida xizmat qilgan. 2004-yildan 2006-yilgacha Dunyo Uyg'ur qurultayining tunji navbatlik raisi bo'lib vazifa o'tagan. Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uvchisi va tunji rais bo'lgan Erkin Alptekin apandi hozirga qadar nurg'ulg'an xalqaro yig'inlarga qatnashib, Uyg'urlar masalasini anglatib kelgan. U 1985-yili Shveysariyada Sharq Turkiston, Tibet, Ishki Mong'oliya xalqlari ittifoqini, 1990-yili Germaniyada Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotini, 1991-yili Gollandiyada UNPO deb atalgan vakolatsiz millatlar tashkilotini, 2004-yili Germaniyada Dunyo Uyg'ur qurultayini qurgan hamda turli vazifalarda bo'lgan. Shundaqli ko'plagan xalqaro tashkilotlarga maslahatchi bo'lib xizmat qilgan.